Bizda mana ish jarayonlari davom etyapti. Hozir mana akamlar kelganlar, mana orqalardagi izlarni ko'rsanglar bo'ladi. Sog'liq sochdan ham muhim deb, mana qancha kal bo'lmasalar mana aytdim, sal kaltalab keling deb, mashalloh. Bu yo'g'i. Aka ancha yengil bo'lasizmi? Zo'r bo'ldi. Maza qildingizmi? Alloh shifolik qilsin. Hop bizda mana ish jarayonlari davom etyapti. Hozir mana bu yoqda akamlarning massaj muolajalarini qilamiz. Aka ancha yaxshimisiz? Maza qilasizmi? Hop. Bu yoqda yana bitta akam kelganlar. Akam o'zi muntazam hijom olib turgan ekanlar. Boshqa joylardan olib turgan ekanlar. Hozir endi bizga keldilar, xalos qilib. Xudo xolisa uni bularga massaj muolajalarini qilamiz. Mana bu oldingi mana izlari ham turibdi. Aka ancha yaxshimisiz? Maza qilasizmi? Hop, bu yoqda akamlar kelganlar. Hozir bular bilan ham shug'ullandik. Hozir endi bularni tozalab tashlaymiz. Inshaalloh. Aka ancha yaxshimisiz? Maza qildingizmi? Keverasizlar?